Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilar va kuzatuvchilari. Anchadan beri video qo'ymagan ekanmiz. Bugun Xudo xohlasa yana bir chiroyli video qo'yib o'tishga harakat qilamiz. Video qo'ymayotganimizga sabab hozirda bir yangilik bo'lmadi, o'zgarishlar bo'lmagan. Bugun uborka jarayonlarini qilib olgandan keyin bir qator quyonxona doimgidek o'zimizga yoqib ketdi, chiroyli holatda turibdi. O'shaning uchun bir qator quyonxonamizda hozirgi quyonlarni video obzorini qo'yib qo'yish uchun videoni boshladik, Xudo xohlasa. Bugungi videoda hech qanday quyonlarni sotuvda yo'q. Sababi o'zimizga liniyaga ishlatishni boshladik. Bugungi sanaga kelib o'tadigan bo'lsak, bugun 22-avgust sanasida turibmiz. Xudo xohlasa, sentyabr oyidan quyonlarni bir qator ivermektinga vaksina qilamiz. Ichki qurt parazitlariga vaksinasini berib turib, uni orqasidan agar nasib bo'lsa, qilishimiz kerak, harakat qilaman. Chumaga qarshi Rabivak V bilan bir qator emlab olsak, Xudo xohlasa kuzgi har xil kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz. Hozirda ko'rib o'tishingiz mumkin, quyonxonamiz faqatgina podvaldan foydalanyapmiz. O'tgangi videolarda aytib o'tganimizdek, maksimal darajada issiqdan olib chiqib qolishga harakat qildik. Xudo xohlasa 1-sentyabrdan boshlab ancha issiqlar orqaga qaytib qoladi. Bemalol ko'chada navesimizga quyonlarni sekin sortirovka qilib olib chiqsak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, quyonxonamizda har bir katayimizda quyonlar bor. Quyonlar issiqligi uchun mana issiqlanib zo'rg'a nafas olishyapti. Yana ham podvalimiz ancha salqin. Bu apparatimizni ko'pchilik biladi. Havo tortishni olib kelganmiz. Buni o'rnatishga ba'zi sabablarga ko'ra vaqt oshina olmadim, lekin o'rnatib qo'yishim kerak. Lekin bu tomonda mana ko'pchilik biladi. Vitichkalar havo aylanib turish uchun demaxotlar qo'yib qo'yganmiz. Bunga albatta o'zimizda arzonroq 80 ming, hozirgi kunda 80 mingdan 100 minggacha beradi. Oshxonalarga, hammomlarga qo'yilayotgan vitichka havo bir tomonga qo'ysangiz tortadi, teskari tomonga qarasangiz tashqaridan ichkariga qarab otib beradi. Xudo xohlasa quyonlarimiz tayyor. Mana o'zimiz eski ena quyonlarimiz ishlashga tayyor. Ularga faqat dam berganmiz. Hammasi mana o'tlarni yeb boshqa qilib turibdi. Yozgi kunda shunaqa o't bemaloligi uchun keragini ortig'i bilan tashlab qo'yganmiz. Hammasi foydalanib yeb ichib yotibdi. Bu yoqda mana kichkina quyonlarimiz bor. O Kaliforniya quyonimizdan bitta qolgan, urug'likka olib qoldik, sheriklarni sotib oldik. Ma'lum sabablarga ko'ra quyonlarimiz yaxshi. Hozirda quyonlarimizni ko'paytirishga qo'ymaganmiz. Oxirgi quyonlarimiz mana bu quyonlarimiz mana 2 oylik quyonlarimiz. Enasidan hali ajratganim yo'q. Sababi enasini ishlatmaganim uchun. Xudo xohlasa 30-avgust kuni bu quyonlarimiz enasidan ajrataman. Bu yoqda shunaqa qilib bitta ajratib qo'ygan quyonlarim ham bor. Ular xudo xohlasa sentyabrda ishlaydi. Enasini yana qayta ishlatamiz, bolalarni ajratib qo'yib. Bu tomonda quyonlarimiz 2 tadan 3 tadan qilib qo'yganman. Hali erkak urg'ochiga ajratmadim, to'g'risi vaqtim bo'lmadi. Hammasi chiroyli bo'lib katta bo'lishyapti. Mana oxirgi marta qo'ygan quyonim bolalari mana 3 ta tuqqan. Uchovini ham tegmaganman. Enasini ajratmadim. Bu quyonlarim ham 1,5 oylik bo'lib qoldi. Xudo xohlasa 2 oyga bormadi, 1,5 oylik bo'ldi. Quyonlarimizni ham ajratamiz. Xudo xohlasa avgust oxirgi sanasida ajratadigan bo'lsa, enalarni yana qayta ishlatishni boshlaymiz. Xudo xohlasa quyonlar hozirda o'zimizga yetarli darajada bor. Ena uchun sentyabr oyidan astoydil kirishamiz. Xudo xohlasa bir ena quyonlarim o'zi 7 ta 2-3 martadan bola olgan, ishlab turgani, yangi yetilib chiqayotgani bor, mana qo'shiladigani. Bulardan ham xudo xohlasa 2 tadan 3 tadan chachib olganman. Kamida bir 6 ta 7 ta chiqadi bulardan ham. Bir 12 ta 13 ta quyon bilan xudo xohlasa kuzgi sezonni boshlab olamiz inshaalloh. Bu yilgi natijamiz xudo xohlasa planlarimiz katta, niyatlarimiz katta. Albatta ko'rib, kuzatib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, bu natijalarimizni albatta bo'lishib boramiz. Xudo xohlasa haftasiga bir marta video qo'yishga harakat qilaman. Sababi sezon boshlanyapti, kuzgi sezon yana kirib kelyapti. Shu bilan to may oyigacha xudo xohlasa quyonchilikda sezon hisoblanadi. Bemalol foydalanib ko'paytirsak bo'laveradi. Endi albatta yangi boshlayotgan quyonchilar uchun o'zimizda olgan tajribalarimiz oz-ozdan berib o'tib ketamiz. Bizda ham unaqa katta tajriba yo'q, lekin yangi boshlovchilar uchun asqatadigan ozmi ko'pmi fikrlarimiz bor. Chunki bu yilgi yozda ham ancha
qiyinchiliklarni ko'rdik. Qiyinchiliklar ko'rish natijasida bir ikkita narsalarga yechim ham topdik, xudo xohlasa. O'sha yechimlarimiz bilan bo'lishib boramiz. Bu yilgi planimiz xudo xohlasa yilda oxirigacha, dekabr oyining oxirigacha bir 20-30 boshina quyon qilib oladigan bo'lsak, eng katta yutug'imiz bo'ladi. Nimaga 20-30 bosh deyapmiz desanglar, bu ishlashga tayyorini hisobga olyapman. Albatta biz fermani sotuv uchun tashkil qilganmiz. Birinchi yil o'zimizni uchun rivojlantirdik. Ikkinchi yil mana bu ikkinchi yilga qarab ketyapmiz. Bir yildan oshdik. Hali 2 yil to'lmadi-yu, lekin ikkinchi yilga qarab ketyapmiz. Asosan bizda sotuvdan oshgani ninaga olib qolamiz. So'ragan odamga albatta behijolat qilib beramiz. Faqat sentyabr oyiga qo'yishni boshlaydigan bo'lsak, quyonlarimiz oktyabr oyiga chiqadi sotuvga. Oktyabrda o'shanda ham oxirlariga. Yilda oxirigacha bu quyonlarimizdan dekabr oyigacha mana sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 4 oyda hisobini oladigan bo'lsak, kamida maksimum harakat qilamiz 2 marta bola olishga 4 oy ichida. Bu sentyabr oyida qo'yadigan bo'lsak, albatta oktyabr oyiga tug'adi. Sentyabrda oxiriga tug'ish ehtimoli bor. Orada 1 oy, 1,5 oy dam oldirib yana bir harakat qilamiz dekabr oyiga ikkinchi partiyasini olishga. Albatta bizni ko'rib kuzatishda davom etinglar. Savol murojaatinglar bo'lsa, opsiyaga Telegram nomerimizni qoldiramiz. Ayrim sabablarga ko'ra kimlargadir javob bera olmagan bo'lsak, buni bu yerga harakat qilamiz. Iloji boricha vaqt oshinib savol javoblarga chiroyli qilib kommentariyada savollarga javob berishga harakat qilamiz. Ko'rishda, kuzatishda davom etinglar. Albatta quyonlarni bir hafta 10 kun oralig'ida qayta erkak quyonga qo'yishni boshlaymiz. Qo'yish jarayonidan va tug'ish jarayonlari, ko'payish jarayonlarini ham birgalikda bo'lishib boramiz. Sog' va salomat bo'linglar.